Sifatli 4K monitor qidirib yurganlar uchun bugungi videomizni boshlaymiz. Sabab MSI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Modern oilasini MD272 UBHG deb nomlangan shu monitorimiz haqidagi bugungi videoni boshlaymiz. Buni oldindan aytamiz, ikki xil rangi bor. Biz bugun aynan qorasini ochib ko'ramiz. Eng asosiy fishkalari Type-C borligi, hattoki o'zidagi USB portlariga klaviatura, mishka, fleshkalarni ulab ishlatsanglar ham bo'ladi. Har doimgidek birinchi shu monitorni ochib olamiz, texnik xususiyatlarini ko'ramiz. Uchinchi galda o'yin uchun ham o'zi ishlatsak bo'ladimi degan savolga javob beramiz. Kimdir 4K da ham o'yin o'ynagisi kelib qolishi mumkin. Va undan keyin rang xususiyatlarini ko'ramiz alohida. Chunki bu rang uchun ancha moslashtirilgan monitor hisoblanadi va yakunda dizayni, qulay fishkalarini siz bilan ko'rib baholaymiz. Xo'p, qadoq tarkibidan chiqayotganlari bizda bittani kabel, yaxshi blok tanasini ichiga joylashtirib olishgan ekan. Bir tarafi USB Type A, bir tarafi Type B. Ya'ni monitorimizni hub sifatida ham ishlatsak bo'ladi. Bir tarafi monitorga ulansa, bu tarafini kompyuterga ulashimiz kerak. Hard fleshkalarni ko'rish uchun. Albatta, premium klassdagi monitor bo'lgani uchun bizda Type-C kabellarimiz ham mavjud. Xohlasak Mac'ga, xohlasak Windowsdagi notebooklarga ulashimiz mumkin. Qolaversa, aynan shu kabel orqali ham notebooklarimiz zaryadga ham oladi. 60 Hz bo'lgani uchun HDMI kabel ham yetib ortadi, ya'ni oddiy shaxsiy kompyuterlarga ulash yoki notebooklarga ulash uchun. Kabel menejment uchun o'zini maxsus plastiga chiqmoqda va maxsus mana kichkinagina yana 4 ta boltchasi bor. Meni o'ylashimcha, keyinchalik buni o'zini oyog'idan yechib, vesaga osayotgan paytda bularni qotirib olishimiz kerak, chunki vesasi ancha ichkariroqda bo'ladi. Kranshtenlarniki yetmay qolishi mumkin, shuning uchun bunaqangi chiroyli perxatnik qo'shib berishgan desak bo'ladi. Qolgani o'sha standart monitorlar singari o'zini hujjatlari. Oyog'ini pastki qismi metal. Ko'rishingiz mumkin, o'zining chiroyli oyog'i. Juda ham chiroyli dizaynda ishlangan. Juda ham oson va qulay qotirishimiz mumkin buni. Tezda oddiy qotirib olamiz. Monitorimizni orqa qismi mana tayyor yig'ib oldik. Ana endi kompyuterga ulab, texnik xususiyatlari bilan yaqindan tanishamiz. Birinchi galda shu monitorimizni diagonali bizda 27 hisoblanadi. Tasvir o'lchami esa bizda Ultra HD desak bo'ladi. Qaysidir ma'noda 4K, ya'ni 3840 ga 2160 ko'rib turganimizdagi juda ham ranglar chiroyli va yorqin ko'rinmoqda yon tarafdan qaraganda ham. Bunga sabab esa monitorimizni matritsasi IPS ekanligi va IPS monitorlar singari kontrast 1000 nisbatda. Monitorimiz yorqinligi esa bizda 400 kandela taqsim metr kvadrat hisoblanadi, ya'ni odatiy monitorlardan bir muncha balandroq 4K bo'lishiga qaramasdan. Ana endi keyingi asosiy afzalliklardan biri bu orqa tarafda bizda ikkita HDMI 2.0 borligi va bitta DisplayPort Bluetooth bor. Undan ham tashqari Mac'ga yoki notebooklarga ulash uchun bizda Type-C ham bor va hattoki o'sha Type-C orqali notebook ulagan paytingizda 98 wattgacha notebook quvvat olishi mumkin. Ya'ni notebookga ham zaryadga ulash uchun alohida kabel, keyin uni monitorga ulash uchun alohida kabel emasdi. Bittadan o'sha Type-C orqali ham monitorga o'sha tasvirni uzatadi, ham notebookinglar zaryadga oladi. Bu ajoyib qulay texnologiyalardan biri desak bo'ladi. Undan ham tashqari bitta USB Type B bor. Ya'ni boshida aytganimiz kabi uni monitorga ulab, narigi tarafini narigi tarafdagi USB Type A ni biz kompyuterga ulaymiz. Shunda monitorimiz orqasida joylashgan 3 ta USB 3 Type A bor. Ya'ni odatiy USB shuni ishlatishimiz mumkin 5 gigabit sekund tezlikgacha. Mana shu taraflari bilan ham monitorimiz boshqa 4K monitorlardan ancha ajralib turadi va narxi ham yomon emas, o'rtacha narxdagi. Muhimi, grafik dizayn, montaj ishlariga sifatli 4K monitor qidirib yurganlarga qolaversa ergonomik podstavkasiga ega bo'lgan monitor hisoblanadi. Chunki juda ham ko'pincha 4K monitorlarda bunaqangi podstavkasiga e'tibor berishmaydi yoki qanaqadir qulayroq qilishga harakat qilishmaydi. Bunaqangi narsalar ko'proq Dell yoki Asus ProArtlarda bo'lardi oldin. Bunaqangi USB-si bo'lishi, Type-C bo'lishi va Type-C borligi narxlarni $40-50 ancha muncha qimmat qilib qo'yadi bu istalgan monitorda. Shuning uchun qaysidir ma'noda Type-C texnologiyasi sal qimmatroq turadi, lekin buni narxiga nisbatan olib qarasak juda ham zo'r. Aytgancha, ushbu monitorimizni bizda oq va qora ranglari ham bor. Oradagi farq boshqa oq mahsulotlar singari $10 farq qiladi. Bu bizdagi esa ko'rib turgan edik, albatta qora
rangdagisi hisoblanadi. Agar sizlarga oq rang yoqsa, marhamat, oq rangini ham xarid qilishinglar mumkin. Ayni endi o'yin uchun xususiyatlarini ko'radigan bo'lsak, kimdir hayron bo'lishi mumkin. 4K da ham o'yin o'ynash mumkinmi deb. Ya'ni misol uchun bu monitorni grafik dizayn, qolaversa montaj, 3D sohalarda ishlatib, yana yoniga qo'shimcha qilib PlayStation 5 ni ulab qo'ysanglar bo'ladi. Sababi ushbu monitorimiz PlayStation 4, 5 lar, Xbox larni qo'llab quvvatlaydi, ulashinglar mumkin. Ya'ni 4K da 60 FPS da o'yin o'ynamoqchi bo'lsangiz, PlayStation 5 bu juda ham zo'r variant hisoblanadi. O'zim hamcha PlayStation 5 larda 120-144 Hz ham o'ynab bo'lmaydi. Shuning uchun ham 4K da o'ynab bo'lmaydi. Ya'ni 4K da maza qilib 60 FPS da o'yin o'ynamoqchi bo'lsangiz, bu monitor ham ish uchun ham, o'yin uchun ham qulay yechim desak bo'ladi. Albatta bunga action o'yinlar, misol uchun PUBG, Counter 2, Valorant kabi o'yinlarni o'ynash aniq bo'lmaydi, ayniqsa 4K da. Asosan bunda ochiq dunyo o'yinlari, strategiya, misol uchun missiyalar o'yinlardan hozir mashhur bo'layotgan Call of Duty yoki Battlefield kabi o'yinlarni o'ynashinglar mumkin. Aytgancha sport o'yinlari ham, misol uchun PlayStation ulaganda UFC yoki kompyuter orqali ham FC, ya'ni futbol kabi o'yinlarni o'ynash uchun ham yaxshi yechim. Albatta, monitorimiz 60 Hz bo'lgani uchun mana shunaqangi o'yinlarni sizlarga taklif qilmoqdaman. Shu monitorimiz esa javob berish vaqti 4 millisekund. To'g'ri, bu ancha baland, lekin 4K monitor bo'lgani uchun bu normal desak bo'ladi. Ana endi ushbu monitorimizda rang xususiyatlari bilan yaqindan tanishishdan oldin birinchi aytishim kerak bo'lgan bu monitorimiz 10 bit ekanligi, 1 milliarddan ortiqroq rang tuslarini ko'rishimiz mumkin desak bo'ladi qaysidir ma'noda. Chunki o'zi bu 8 bit plus FRC texnologiyasi hisoblanadi. Ya'ni qaysidir ma'noda to'laqonli 10 bit ham deb bo'lmaydi, lekin odatiy 8 bit monitorlarga qaraganda albatta ko'proq rang tuslarini berishi mumkin. Ana endi aniqroq rang xususiyatlari bo'yicha yaqindan tanishadigan bo'lsak, 300 atrofidagi istalgan monitordan rang xususiyati bo'yicha ajralib turadi. Bunga sabab DCI-P3 ni o'zi 97% qo'llab-quvvatlashi, bu juda ham yaxshi natija. Undan tashqari Adobe RGB ni shu monitorimiz 94% qo'llab-quvvatlasa, sRGB ni esa shu monitor 124% ko'rsata oladi. Umuman olganda monitorimiz IPS ekanligi, 178 gradusdan ham qaraganda ranglar o'z joyida turishi, albatta 4K bo'lgandan keyin aniq ayta olmayman, rasm, videolar sizlarga umuman boshqacha ko'rinishi boshlaydi. Kimdir aytishi mumkin, 20 ftali monitorga 4K ko'plik qiladi deb. Albatta, men shaxsan o'zim ham 4K ishlatib ko'rganman. Windows ishlatayotgan paytda o'zi avtomatik 150% yaqinlashtirishga, ya'ni masshtabga qo'yib oladi, to'g'ri, lekin dasturlarda ishlayotgan paytinglarda ham 2K bilan o'xshashi faqat ko'rayotgan natija, ya'ni videolarning sifati haqiqatan 4K bo'lsa, ko'rayotgan rasmiylar 4K bo'lsa, aniq ajratib olishinglar mumkin bo'ladi. Ya'ni 4K baribir 20 ftali monitor bo'lsa ham seziladi. To'g'ri, dastur ishlashida sezilmasligi yoki Windowsda sezilmasligi mumkin, lekin umuman olganda 4K ligi albatta bilinib turadi monitorniki. Ana endi monitorimiz dizayni va monitor haqidagi men sizga yakuniy xulosamni aytadigan bo'lsam, narxiga arziydigan juda ham yaxshi sifatda va dizaynda qilingan monitor. Misol uchun ergonomik shu podstavkasi evaziga monitorni 11 santimetrgacha biz tepa pastga tushib chiqarishimiz mumkin. Mana shu turgan holatida, ya'ni chapga va o'ngga bizda monitorimiz 30 gradusgacha qarashi mumkin. Albatta, bunaqangi ergonomik bo'lgandan keyin monitorimizni 90 gradusga aylantirib ham biz planshet rejimda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Misol uchun ko'rishimiz mumkin 90 gradusga aylantirganda ham bunaqasiga timeline'ni qo'yib ishlataman desanglar ham bemalol ishlatishingiz mumkin. Undan tashqari monitorimiz boshqarish uchun o'ng tarafga bitta dona joystik qo'yishgan. Ya'ni shu joystikni bosish orqali biz menyusini ochishimiz mumkin. Mana shu yerdan biz bemalol menyusini ham nazorat qilishimiz mumkin. Misol uchun HDMI 1.2 DisplayPort yoki Type-C ga o'zimiz o'tkazib ham qo'yishimiz mumkin. Undan ham tashqari MSI ni o'zini maxsus dastur bo'lib, ya'ni menyuni ochib o'tirmasdan dasturga kirib, o'sha brightness, kontrastni, o'zini rejimlarini, qolaversa boshqa nastroykalarni dastur orqali bemalol amalga oshirsanglar bo'ladi. Bu ham dastur ma'noda qulay fishka. Muhimi, oyog'i menga juda ham yoqdi. Uncha ko'p joy egallamaydi, juda ham qulay. Oyog'im mabodo yoqmasa yechib olib tashab, vesaga ham ossak bo'ladi. 75-75 mm dagi Crunchtaildagi shu monitorni osishimiz mumkin. Umuman olganda tashqi dizayn juda ham minimalistik, oyoqlari orqada kabel management uchun ham maxsus kichik plastik oldirib ketishgan. Unoq aytganda shunchaki inson ishlashiga xalaqit bermaydigan qilib
ishlangan dizayndagi monitor deyishim mumkin. Aytgancha, o'zini 3 wattdan ikkita stereo kolonkasi ham bor. Hozir sal turib buni test qilib ko'ramiz. Monitor haqida shaxsiy fikrimni sizga aytadigan bo'lsam, men 5 dan albatta 5 qo'ygan bo'lardim. Lekin o'yin xususiyati taraflama bal pastroq bo'lishi kerak o'zi aslida, lekin 4K da 60 Hz o'yin o'ynamoqchi bo'lganlar uchun ham bemalol bu monitor to'g'ri keladi. Ayniqsa o'sha PlayStation'dagi ulab ishlatish uchun yaxshi variantdagi monitor deyishim mumkin. Shuning uchun 5 dan 5 qo'yaman. Chunki qo'shimcha o'sha fishkalari, Type-C borligi, USB 3 ta USB 3 borligi, ya'ni uni hap qilib ishlatish mumkinligi yoki o'rniga klaviatura mishkalarni ham mana shu pastki qismiga ulab ishlatsanglar bo'ladi, ya'ni chastotasi tushib ketib qolmaydi o'shanda klaviatura mishkalarni. Aytmoqchi bo'lganim, o'yin taraflama 1 balldan 0.5 ball olish mumkin, lekin boshqa taraflama buni o'rnini to'ldirib ketuvchi yaxshi funksiyalari bor ushbu monitorimizda. Albatta sifatli yaxshi 4K monitor qidirib yurgan bo'lsanglar, bu albatta sizga mos keladi. Ulashimiz mumkin va komplektda AUX kabel ham qo'shib berilgan. Mana AUX yoki mana shu yerda o'zida biz naushnik ulab ham ishlatishimiz mumkin. Portlari mavjud. Undan tashqari uni o'ng tarafda 3 ta bir vaqtda o'zida ishni bajaruvchi knopka, bitta bosish orqali kolonkani yoqishimiz